Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hammaga alangali salom. Navbatdagi zinamizni videosini boshladik. Ko'rib baho berasizlar degan umiddamiz. Hop, bu zinamiz Andijon viloyatining Paxtabod tumanida qilingan, Passatning zini. Uyimizni общий ko'rinishi. Oldi ko'rinishi. Zinamizni qisqacha razmerlar bilan tanishtirib o'tishni boshlaymiz do'stlar. Общий 0 dan tepasi balandligi 1 metr, 6 stupenka tushgan, 15 ga 30 dan oddiy обычный zina. Kiraverish mehmonxona. Bu yerda esa o'rtadan ikkinchi etaj chiqish hol deydimi? Shunaqa holatda. Shu gapalkasini buzdi buni. Endi esa ikkinchi etajga chiqadigan zinamiz. Bu yerdan kirib chap tarafdan boshlanadi. Birinchi stupenkasini qo'ydik. Buni ham qisqacha razmerlar bilan tanishtirib o'tamiz. Zinamiz shu qora chiziqdan boshlanadi. Birinchisi bu yerga qarab turib o'rtada mana aylanasini chizib qo'yganmiz. O'rta aylana holatda tushadi. Devor bo'ylab. Bu yog'i mana ikkinchi etaj. Hurmatli obunachilar, kimda kim shunaqangi xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, ofitsialniy telefon raqamlarimiz bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilib so'rashingiz mumkin. Hammaga xayrli kun, yaxshi niyat tilaymiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar va like, kommentariyalarni ayamasizlar.